Mavzudan uzoqlashmaymiz. Yangi O'zbekistonning elektrotexnika sanoati barqaror o'sib bormoqda. Bu yutuqlar davlatimiz rahbarining tashabbuslari samarasi albatta. Jizzax viloyati Zomin tumani Dashtobodda barpo etilgan yirik ishlab chiqarish majmuasi shunday islohotlarning yorqin namunasidir. 8 oyda qurilgan korxona bugun raqobatbardosh va eksportbop maishiy texnika ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan va yiliga 4 million dona mahsulot ishlab chiqarmoqda. Yangi majmua salohiyati, uning quvvatlari haqida muxbirimiz batafsil ma'lumot beradi. Bugun mamlakatimiz sanoati yangi davrga qadam qo'ymoqda. Jizzax viloyatining Zomin tumani Dashtobod hududi. Yaqingacha bu yerlar kenglik va sukunat bag'rida edi. Bugun esa bu maskan ulkan bunyodkorlik, iqtisodiyot zonasiga aylangan. Aynan shu yerda maishiy texnikalarni ishlab chiqarish kompaniyasi tomonidan zamonaviy sanoat majmuasi barpo etildi. Mazkur ishlab chiqarish korxonasi yaqin yillarda nafaqat Jizzax, balki butun respublika sanoatining muhim nuqtalaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Umumiy maydoni 80 gektarni tashkil etuvchi ushbu majmuada bugunning o'zida jadal suratlarda ishlab chiqarilayotgan har bir texnika, har bir mexanizm kelajak iqtisodiyotiga xizmat qiladi. Birinchi bosqichida hozir biz 40 gektarida ishlab chiqarish uchun kerakli o'sha binolar, inshootlarni bitirganmiz. Ayni damda yarim avtomat kir mashinalari, maishiy sovutgichlar, savdo sovutgichlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Yaqin 2 oy ichida televizorlar hamda suv isitgichlarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yamiz. Korxonamiz to'liq ishga tushganda 4 million dona maishiy texnika ishlab chiqarish quvvatiga ega. Bu faqat tayyor mahsulotlar haqida gapiraman, lekin qo'shimcha ishlab chiqarishlarimiz mavjud. Har bitta texnikalarimizni butlovchi qismlari bor, plastik detallari bor, oyna qismlari bor, keyin qadoqlash materiallari bor. O'sha qadoqlash materiallarini har olganda bir qo'shimcha yana 1 million desa ham bo'ladi. Bir necha yildan beri biz mahsulotlarimizni eksport bozoriga chiqaramiz. Rossiya katta bozorimizga ega, Qozog'iston, Tojikiston, shu barcha qo'shni davlatlarimiz mavjud. Qariyb 40-50% ga yaqin biz mahsulotlarimizni eksportga chiqariladi. Majmua to'liq ishga tushgach, bu yerda maishiy texnikaning keng assortimenti ishlab chiqariladi. Kir yuvish mashinalari, muzlatgichlar, televizorlar, suv isitgichlar va ehtiyot qismlar. 4 million dona tayyor mahsulot, 1 milliondan ortiq ehtiyot qismlar. Bu esa nafaqat ichki ehtiyojni qoplaydi, balki eksport hajmini oshirish orqali mamlakat iqtisodiyotiga yangi nafas bag'ishlaydi. Maktabni bitirgandan so'ng mana shu zavodga ishga kirdim. Ya'ni hozirgi kunda yoshlarimizga yanada katta imkoniyatlar mavjud. Prezidentimiz qarori bilan maktabda til o'rgatish yoki kasb hunarga yo'naltirish sohasida juda ham katta urg'u berilgan. O'rta ta'limni bitirgan yoshlarimizni ham mana shunday zavodlarga kirib, bemalol, ya'ni ishlab keta olish, o'ziga kerakli sohalarda, yo'nalishlarda, ya'ni o'zini ish faoliyatini davom ettira olish imkoniyati paydo bo'lgan. Men ham umumiy o'rta ta'lim maktabini bitirganimdan so'ng mana shunday korxonaga ishga joylashdim. Chunki o'zimni maishiy texnikaga qiziqishlarim juda ham ortib borgani uchun. Bu korxonamizda sharoitlar juda ham yaxshi. Ish o'rinlarimiz hozirgi kunda 1700 nafar yoshlarni o'ziga qamrab olgan ishxonamiz. Yanada yo'nalishlarga qarab, yanada yangi komplekslar ochilgan holatda yana 1300 nafar yoshlarni ham o'ziga qamrab olish xususiyatiga ega korxonamiz. Bugun men mana shu korxonada ishlayotganimdan juda ham xursandman. Biz yoshlar uchun mana shunaqa imkoniyatlarni yaratib bergan biz prezidentimizga juda ham kattakon rahmatimni, yana minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Korxonada yangi tarmoqlar ishga tushirilishi bilan 2000 dan ortiq to'g'ridan-to'g'ri, 3000 dan ortiq bevosita ish o'rinlari yaratiladi. Bu esa minglab oilalarga daromad, barqarorlik va ishonch degani. Eng muhimi, bu loyiha nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ham ega. Bu yerda xodimlar uchun turar joy, tibbiy xizmat, transport va dam olish zonalari ham tashkil etilgan. Ahamiyatlisi, atrof muhit masalasi ham e'tibordan chetda emas. Zamonaviy ekologik standartlar asosida chiqindilarni qayta ishlash, suvdan oqilona foydalanish, ekologik monitoring yo'lga qo'yilgan. Kecha oddiy hudud bo'lgan bu maskan bugun yirik sanoat markaziga aylanmoqda. Bu islohotlarning amaldagi natijasi. Zomin zaminida keng qamrovli ushbu korxona mamlakatimiz sanoatining ertangi kuniga xizmat qiluvchi muhim qadamdir.